Tamam olsun toymaları, havaları sağlamak olsunlar. Elbette yollarga şeriflep, doyumuz Sohon opamızın kaptanlığı, toymaları, havaları, havalar sokak, havaları sağlamak olsunlar. Tamam olsun. Kelilerimiz şöyle ularga tabiiy yaşamdaga. Kuchli bolalardan bo'lsin Alloh. Mana xizmat qiladigan bolami ham qo'shganlari bilan qo'shiladi. Kuch-quvvat berish qo'llari. Bu nolla kim? Zokiraga kelganda o'dilariga salomat bo'lsin. To'ybalarni tog'alardan xudo tomonidan tashrif buyurgan akalarimiz salomat bo'lsin. Zokir akam iltimos qildi kelyapti o'zlari. Zokir akamdan chiroyli tabriklashlarimiz tog'asi hamda kelinoyi iltimos qilyapmiz. Assalomu alaykum. Avvalambor Ikromjonga baxt tilayman. Kenjahon Rashidovga ham omad. Shohjahon katta bola bo'lingmi? Amirlarga omad tilayman. Kelinoyi jonni fido etsa bo'lar singil uchun. Ota uyda vaqtinchalik mehmon ular opalarni singillarini yo'qlab turing ko'ngil uchun degan gapim. Salomat bo'lsinlar. Keling opajon to'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum muborak bo'lsin. Keling. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Men ukamga baxt tilayman, jiyanimga ham baxt tilayman. Uzoq umr ko'rsin. Ota-onasini hojati o'tadigan bolalardan xush kelibsizlar. Omon bo'lsinlar. Qani bir cho'qidan chiqolinglarchi. Hamma omon bo'linglar. Rahmat aytamiz, salomat bo'lsinlar. Katta rahmat aytamiz o'ynagan barcha aziz mehmonlarga. Rahmat. Assalomu alaykum. Xudo yaqindan kelgan mehmonlar. Xush kelibsizlar xonadonimizga.
Ukamga katta baxt tilayman, jiyanimga katta baxt tilayman. Esli, yaqinli, hisobli, moli bo'lsin, ota-onasiga mehribon bo'lsin. Hamdila xonadonimizga xush kelsinlar. Opajon kelasizmi? Bir asabri bildirib qo'ying jiyanlarga. Xonadonimizga xush kelsinlar. Men ham ukamga, jiyanimga baxt tilayman. Hamisha baxtli bo'lib, yaxshi o'tirishni tilayman. Omon bo'ling. Hop bo'ladi. Qani ketdik-a? Kanallarga shu Oshtasini pechkani oldi yo'g'on. Chiqish oladi. Tamam, omaraymi? Tamam, tuzatadi. Assalomu alaykum. Aka. Qani. Men kuzini o'tiraman. Mayli, qolgan o'tiraman. Mayli. Baraga dasturxonga duo qilamiz.